Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Dunyo qurultiyi Tor televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Men riyosatchi Iftixor Abdurashid. Hurmatli ko'ruvchilar, tövəndə diqqətinizlər kunlik xabarlar programmamızın təfsilatında bo'lsin. Dunyo qurultiyining raisi Dolqin Ayso boshchiligidagi qurultay hay'ati Birlashgan Davlatlar Tashkiloti iqtisodiy, ijtimoiy va madaniyat huquq komitetining Xitoydan hisob so'raladigan 73-chi navbatlik yig'ini munosabati bilan 14-fevral Jenevada boshlatgan faoliyatlarini muvaffaqiyatli oxirlashtirib, 16-fevral kechda Germaniyaga qaytib keldi. Yig'in boshlangan 14-fevraldan yig'in oxirlashgan 16-fevralgacha Dunyo qurultiyi tarafidan Birlashgan Davlatlar Tashkiloti iqtisodiy, ijtimoiy va madaniyat huquq komiteti joylashgan Palais Wilson saroyining oldida Xinjiang soqchi hujjatlarida oshkorlangan ichinishli ko'rinishlar asos qilingan va Xitoyning Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchiligi va jinoiy qilmishlar namoyon qilingan cho'ng tipdagi rasm ko'rgazmasi o'tkazildi va 3 kun davom qilgan rasm ko'rgazmasi jarayonida Xitoyning Sharq Turkistondagi jinoiy qilmishlar fosh qilingan bir qancha ming parcha tashviqot varaqi tarqatildi. Dolqin Ayso boshchiligidagi qurultay hay'ati Jenevadagi 3 kunlik faoliyati jarayonida BDT kishilik huquq oliy komissari Volker Türk va Birlashgan Davlatlar Tashkiloti iqtisodiy, ijtimoiy va madaniyat huquq komitetining tadqiqotchi xodimlari bilan bevosita ko'rishib, o'zlarining konkret talab va iltimoslarini o'ttirib qo'ydi. 15-fevral tushdan burun Birlashgan Davlatlar Tashkiloti iqtisodiy, ijtimoiy va madaniyat huquq komitetining 18 kishidan tarkib topgan mutaxassislar hay'ati Xitoy vakillari o'migini Xitoy tarafini imzo qo'ygan 31 moddadan tarkib topgan xalqaro iqtisodiy, ijtimoiy va madaniyat huquqlari ahdnomasining ro'yiga amal qilib qilmaganligi haqida savol-so'roq tortayotgan daqiqalarda Dunyo qurultiyi bilan Yevropadagi Uyg'ur tashkilotlarining uyushtirishida yig'in o'tkazilayotgan binoning oldida keng ko'lamli birlashma namoyish o'tkazildi. Namoyishchilarimizning jarangliq shuarlari Xitoy vakillari o'migini qattiq aloqazod qildi. 4 soatga yaqin uzilmay davom qilgan jarangliq shuarlardan huduqib ketgan Xitoy vakillari Birlashgan Davlatlar Tashkiloti iqtisodiy, ijtimoiy va madaniyat huquq komiteti xodimlarining so'rgan savollariga tamtirab javob bera olmay qoldi. Xitoydan hisob so'rash yig'ini 16-fevralda davom qildi. Bu ikki qatimliq yig'inga Dunyo qurultiyining raisi Dolqin Ayso, qurultayning bayonotchisi va qurultay ayollar komitetining mudiri Zumratay Erkin, Gollandiyadagi lager shoidi Qalbinur Sidiqlardan tarkib topgan qurultay hay'ati, shundaqla Xitoyning Sharq Turkistondagi jinoiy qilmishlar haqida Birlashgan Davlatlar Tashkiloti iqtisodiy, ijtimoiy va madaniyat huquq komitetiga baholash doklati sungan xalqaro kishilik huquq tashkilotlarining vakillari kuzatuvchilik sifati bilan qatnashdi. 16-fevral tushdan keyin Dunyo qurultiyi tarafidan Birlashgan Davlatlar Tashkiloti iqtisodiy, ijtimoiy va madaniyat huquq komiteti joylashgan Palais Wilson saroyining oldida o'tkazilayotgan ko'rgazma maydonidan stansimizning maxsus ziyoratini qabul qilgan Dolqin Ayso apandim bu qatim BDT'da ilib berilgan faoliyatlarni qisqacha xulosalab mundaq dedi. Rahmat. Bu takriben bir haftaga yaqin Jenevadagi programmalarimiz oxirlashib, hozir qaytish oldida turibmiz. Düşenbe günden başlangan bugün Perşembe, bugün 4 gün jarayonida Birleşken Devletler Teşkilatı İqtisadi, Medeniyet ve İctimai Haklar Komitesining yig'iniga qatnashish bilan birga bu yerda bir qator yan faoliyatlarni yapadik. Resim ko'rgazmasi bo'ldi dushanbadan boshlab bu yerda 200 dan ortiq Xinjiang soqchi hujjatlarini asos qilgan resimlarni yuzlagan insonlarning ko'rishiga, Birlashgan Davlatlar xodimlarining ko'rishiga, bo'libmi Xitoydan kelgan Xitoy vakillarining ko'rishiga diqqatni tortishga sabab bo'ldik. Onundan başka bir yerde bu yığın qatnış jarayonida vakillerimiz billa 20 artıq Amerika, Avrupa İttifaqı ve Latin Amerika'daki devletler bulup 20 artıq devletlerinin diplomatları bilen ayrı görüşüş programlarımız oldu. Çünkü bu görüşümüzün bir vasıta bu kadın boğan yığın bilen münasebet emez. 2. ayının 27. gün 2 haftadan keyin başlangan Birleşken Devletler Teşkilatı'nın 52. kadınlık insan hakları kengişinin yığını başlandı. Şu yığının mı tayarlığını bilip badık. Bu jarayonda üyet yapılan programlarını müzakere kılgan bulduk. Onun başka Birleşken Devletler Teşkilatı'nın okşamagan komitetlerinin alaydı raportörleri bilen, alaydı xadimleri bilen, Ali Komisarının işxanası bilen, Ali Komisarları bilen görüş arkalık özümüzden bu Birleşken Devletler Teşkilatı'da Uygur meselesinin kayıtıdan 52. katımız yığında gün tertip girişi ve şundakla Uygurlar hakkında 10. ayda kabul kılınmagan kararının kayıtıdan gün tertip girişi meselesini müzakere kılıp kalın bulduk. Onun başkası diyende en mühim bu kadın programımızın birisi Birleşken Devletler Teşkilatı Wilson Palace'ın sarayının içinde 3 günden bu yana devam kılan
Xitoyni ko'zdan kechirish, intiqom olish, Xitoyning dokladini ko'zdan kechirish yig'ini bo'ldi. 14-sa Dunyo qurultiyi qatorliq 20 dan ortiq tashkilotlarning, xalqaro tashkilotlarning, shu komitetiga doklad sungan tashkilotlarning vakillari bilan komitetining xodimlarining uchrashishi, bizning fikrlarimizni elish, dokladlarimizni anglash bo'ldi. Onundan keyin 2 kun, 10 tönögün ve bugün bir yerde bu Xitayning dokladini ko'zdan kechirishni nayt keskin muzokaralar bo'ldi. Komiteti a'zolari Uyg'urlar haqida, jazo lageri masalasida, ayollar masalasida, pilaltığından nurg'un masalalarni qildi. Balki birozdan keyin boshqalar o to'g'riliq javob beradi. Bo'ldi. Eng muhimi bu yerda men yana bu xulosalab Tönögün 15-sida shu nim bulayotganda, muzokara bulayotganda Yevropaning 12 davlatidan, Qozog'istondan mi keldi, buningga Turkiyadan mi keldi va boshqa Yevropaning har qaysi davlatlaridan 12 davlatdan kelgan yüzlerce qarindoshlarimiz aeroplanlar bilan, kecha uxlamay mashinalar bilan, avtobuslar bilan kelib namoyishlarga qatnashib, shu nim bulayotgan vaqtimizda Xitoyning yuragini haqiqatan jig'ildiradigan shakldagi bir namoyishimiz oldu. Bu munosabat bilan men kechalar uxlamay kelib shu jafoliq yollarını besip namoyish qatnashmani shu kun ketgan qarindoshlarimiz var. Ular hammasiga bu yerdan yana bir qatim rahmat, salom va hurmatlarimni bildiraman. Bu bir hafta 4 kunlik programmamiz nayt muvaffaqiyatli, natijali o'tdi deb o'ylaymiz. Biz dunyoga beradigan mesajni nayt yaxshi bera oldik, Xitoyga beradigan mesajni nayt yaxshi bera oldik. Shu mening deydiganim. Xatar asılki milletlerini qoğdaş teşkilatı Xitayning tashqi ishlarga mas'ul davlat ishlari komissari Wang Yining 17 fevral kuni Germaniyaga ziyorat qilib, München xalqaro xavfsizlik kengashi yig'iniga qatnashganlik munosabati bilan bayonot e'lon qilib, Wang Yini kishilik huquq sistemlik debsan qilinadigan davlatga vakillik qiladi deb ko'rsatdi hamda yig'inga qatnashayotgan har qaysi ellarning vakillarini Wang Yining hiyla-mikirlik iboralarga aldanmaslik haqida ogohlantirdi. Dünya Uyghur Qurultiyining raisi Dolqin Aysa apandim bu munosabat bilan qilgan so'zida Uyghur irqiy qirg'inchiligi bilan bevosita aloqasi bo'lgan Wang Yining München xalqaro xavfsizlik kengashi yig'iniga taklif qilinishini Dünya Uyghur Qurultiyi nomidan qattiq ayiblaydiganligini bildirdi. Va Xitoyning Uyg'urlarga qartilgan irqiy qirg'inchiligi uzilmay davomlashmoqda, yuz minglagan mahbuslarning ayollari, ojiz singillari va onalari xo'rlanmoqda, bosqinchilik uchirmoqda va majburiy tug'mas qilinmoqda. Ularning bolalari davlatning yotoqliq maktablariga o'rinlashtirilib, majburiy assimilyatsiya qilinmoqda. Xitoy tarafidan elib berilayotgan bu xil jinoiy qilmishlarda Wang Yining bevosita javobgarligi bor deb ko'rsatdi. Yevropa xabarlarida bayon qilishicha, Wang Yi 15 fevral kuni Parijga yetib kelib, Fransiya prezidenti Macron bilan Ukraina masalasini tinch hal qilish to'g'risida suhbatlashgan. Rossiyani suhbat ustiliga elib kelish bu qitim quchirishning asosiy maqsadi bo'lgan. Wang Yi yana Italiya, Vengriya, Rossiya ziyoratini boshlashdan ilgari 17 fevral Germaniyada boshlangan München xavfsizlik kengashi yig'iniga qatnashib, Xitoyning davomli tinch taraqqiyot yo'lida mangadiganligini bozorga solgan. Kuzatuvchilarning qarashicha, Wang Yining bu qitimqi Yevropa ziyoratining maqsadi bargan sir yolg'iz qilayotgan Xitoyni qutuldirish va kun sir Amerika tarafga moyil bo'layotgan Yevropani o'ziga tortishdan iborat ekan. Xabarlarga qaraganda, Amerika tashqi ishlar ministri Antony Blinken apandimi München xalqaro xavfsizlik kengashi yig'iniga qatnashish uchun 16 fevral Germaniyaga yetib kelgan. Ikki davlat tashqi ishlar ministrlarining yig'in jarayonida uchrashadigan uchrashmaydiganligini oldin hukm qilg'ili bo'lmaydi ekan. Cenvada chaqirilgan Birleşken Devletler Teşkilatı İqtisadi, İctimai ve Medeniyet Hukuk Komitetining 73. qatimliq yig'inida mazkur komitetining 18 kishidan tarkib topgan mutaxassislar heyeti Xitoy vakillarining lagerlar, majburiy emgak, Uyg'urlar nopusining ozlab ketishi, Uyg'ur ayollarini majburiy tug'mas qilish, Uyg'urlarni namoratlikdan qutqizish nomida keng ko'lamli ko'chirish, Uyg'ur farzandlarini yotoqliq maktablarga o'rinlashtirish qatorliq xalqaro irqiy qirg'inchilik yoki insoniyat qarshi jinoyatning ifodasi deb qaralayotgan sezgur masalalarga tushuncha berishni talab qildi. Yuqorida ismi aytilgan komitetning 15 va 16 fevraldagi Xitoydan hisob so'rash yig'ini intayin keskin talash tortishlarga sabab bo'ldi. Bu ikki qatimliq yig'inga Dunyo Uyghur Qurultiyining raisi Dolqin Aysa, Qurultayning bayonotchisi va Qurultay ayollar komitetining mudiri Zumratay Erkin, Gollandiyadagi lager shohidi Qalbinur Sidiqlardan tarkib topgan Qurultay hay'ati kuzatuvchilik sifati bilan qatnashgan edi. 15 fevraldagi yig'inda BDT mutaxassisi Roderick Hennibal Xitoy vakillari o'mgiga savol qo'yib, Xitoyning Uyg'ur majburiy emgikiga xotim berishda qanday tadbirlarni olmoqchi bo'layotganligini so'ragan. Roderick Hennibal mundaq savol qo'ygan: Majburiy emgak haqlariga qilingan eng cho'ng dafsanchilik. Bizning erishgan uchurlarimizdan ma'lum bo'lishicha, oz sonliq millatlar, bo'libmi Tibetlar, Uyg'urlar va boshqa musulmonlar majburiy emgak silinmoqda. Emgak orqali qayta tarbiyalash, ularni yig'ib olish lagerlarga, tutib turish markazlariga, siyosiy tarbiya lagerlarga mahkum qilgan.
Buningda hujjatlar bo'libmi Uyg'ur va Tibetlarning nishon bo'lganligi ko'rsatmoqda. Davlatlar bu qilmishga xotim berishda qanday konkret tadbirlarni elishni, buning qurbonlarini qanday o'rinlashtirishni va to'lam to'lashni o'ylashyotidi. Roderick Hannibal yana Xitoy hukumatining bu rayonlardagi lagerlarga qarata qanday mustaqil tekshirish mexanizmi yo'l qo'ymoqchi bo'lganligini, shundaqli bu lagerlardagi atalmish kasbiy tarbiyalanguvchilarga oid konkret sonli uchurlar bilan ta'minlashni talab qilgan. Roderick Hannibal yana Xitoy vakillaridan o'xshash masalada yana davlat, Tibet va Xinjiang avtonom rayonlarida mustaqil, tarafsiz tekshirish mexanizmini amallashtirish uchun qanday tadbirlarni oldi. Shundaqli yana kasbiy tarbiyalash markazlariga avatilgan kishilarning sonliq ma'lumoti va ularning bu o'rinlarda qanchalik uzun qoldiganligiga oid sonliq uchurlar bilan ta'minlamsiz. Roderick Hannibal yana bu kishilarning oilasi bilan ko'rishalaydigan, ko'rishalmaydiganligini, hukumat to'qimachilik va kiyim-kechak sohasida majburiy emgakka qatnashayotgan o'quvchilarning masalasini hal qilishda qanday tadbirlarni olmoqchi bo'layotganligini, BDT alayda xodimlarini o'z ichiga olgan mustaqil tekshiruvchilarning Sharq Turkistonda bo'libmi lagerlarda tekshirish ilib berishiga yo'l qo'yishga va'da beradigan, bermaydiganligini, Xitoyning nima uchun tekshirish ilib berishni rad qildiganligini, Xitoy hukumatining BDT mutaxassislari bilan hamkorlashib bu qilmishlarga xotim berishga va'da beradigan, bermaydiganligini, Xitoyning majburiy emgakni bekor qilish uchun qanday tadbirlarni ijro qildiganligini so'ragan. Holbuki, yig'inda Xitoy vakillar o'miga BDT mutaxassisining yuqorqi savollariga qarata o'zlarining bu masalalarga izchil ta'kidlab kelgan maydonni shariylagan. Uyg'urlar haqidagi bu savollarga Xitoy vakillar o'migining tarkibidagi Xitoy Markaziy Birlik hisob bo'limining bir amaldori javob bergan. U qayta tarbiyalash markazlarining odatdagi tarbiyalash markazlaridan farqli ekanligini e'tirof qilgan bo'lsa-mu, lekin bu o'rinlarning oshqulliqni tugutish maqsadidagi kasbiy tarbiyalash markazlari ekanligini ta'kidlagan. U mundaq degan: tarbiyalash markazlari kishilar aytgandek bir tutib turish markazlari yoki bir majburiy emgak silish lagerlari emas. U radikallikni tugutish xarakteridagi maktab. Albatta, u odatdagi maktablarga o'xshamaydi. U alayda nishonni chiqish qilgan. U hargiz jamiyatga ishga o'rinlashga ehtiyojli asos nopus nishon qilmaydi. U ilgari radikallik va terrorlikning ta'siriga uchrab yoki uningga qatnashib qonunga xiloflik qilgan, lekin harakati jinoyatga to'shmaydigan kishilarga qartilgan. Lekin bu amaldorning ta'kidlashicha, atalmish kursantlarning kasbiy tarbiyalash markazlariga kasbiy mahorat tarbiyasi, nazariya o'rganishini va vaqtdan foydalanishni chiqish qilgan bo'lib, amaliy ishlab chiqarish emgikiga qatnashmaydi ekan. U bu o'rinlarda majburiy emgak masalasi mavjud emas degan. U yana bu xil markazlardagi kursantlarning hammasining 2019-yil maktab bitirib bo'lganligini ilgari surgan. 16-fevraldagi hisob so'rash yig'inida yanada Uyg'urlarga doir nurg'un sezgir savollar o'ttirib qo'yilib, Xitoy hukumat vakillarining Uyg'urlarga qartilgan planliq tug'ut siyosati, Uyg'ur ayollarining tug'mas qilinishi, Uyg'ur nopusining ozlab ketishi, qayta tarbiyalash va kasbiy mahorat markazlari nomidagi lagerlarda tutib turilayotgan Uyg'urlarning soni, ularni bu o'rinlarda tutib turishning qonuniy asosi, Uyg'ur madaniyat meroslarining qo'g'dilish ahvoli va diniy ibodat o'rinlarining cheqilishi, Uyg'ur tilining cheklanishi, yotoqliq maktablar va Uyg'ur rayoniga Xitoy ko'chmanlarining ko'chirilishi qatorliq masalalarga oid sonliq ma'lumotlar bilan ta'minlashi, bu masalalarga tushuncha berishi talab qilingan. Yig'inda BDT mutaxassisi, BDT iqtisodiy, ijtimoiy va madaniyat huquq komitetining a'zosi Ashraf Kunay Xitoyning Uyg'urlar qaratgan planliq tug'ut siyosatidan favqulodda andish qildiganligi, Xitoy vakillarining Uyg'ur ayollariga qartilgan tug'ut cheklamasiga, bo'libmi 2017-yildan boshlab Uyg'ur ayollarining tug'ish nisbatining shiddatli tövallab ketishiga tushuncha berishini, buningga oid konkret sonliq ma'lumotlar bilan ta'minlashini so'ragan. Ashraf Kunay mundaq deydi: tug'ut cheklash o'ziga solgan ayollar Uyg'ur rayoni nopusining 1.8%ni tashkil qilsa-mu, lekin 2018-yili Xitoyda ayollarning tug'ut kontrol qilish o'zigining 80% bu rayonda ishlatilgan. Ikkinchi, Uyg'urlarning ikki eng chong viloyatida Uyg'ur ayollarining tug'ish nisbati ko'rinarli tövalligan. Xotanda tug'ilish nisbati 2016-yilgi 20.9%dan 2018-yili 8.5%ga tushgan. O'xshashli Qashqarda 18.1%dan 7.9%ga ozlagan. Yig'inda Ashraf Kunay Xitoy vakillarining 2018-yili ayollar tug'ut kontrol qilish o'zigining nima uchun Uyg'ur rayonida eng ko'p ishlatilganligi, shundaqli Xotan bilan Qashqarda Uyg'ur ayollarining tug'ish nisbatining nima uchun tövallab ketganligiga tushuncha berishni talab qilgan. Ashraf Kunay mundaq degan: bo'libmi Xotan bilan Qashqarni o'z ichiga olgan holda 2016-yildan 2022-yilgacha bo'lgan oralikda qancha bolaning tushirib etilganligi va ayollarning tug'mas qilinganligiga oid millatlarning ayrim statistikalik sonliq ma'lumot bilan ta'minlashinglarni, 2018-yili tug'ut kontrol qilish o'zigining Xitoydagi boshqa joylarga qaraganda nima uchun Uyg'ur ayollariga eng ko'p ishlatilganligi, shundaqli 2015-yil bilan 2018-yil orasida Uyg'urlarning ikki chong viloyati bo'lgan Xotan bilan Qashqarda nima uchun Uyg'ur ayollarining tug'ish nisbatining ko'rinarli tövallab ketganligiga tushuncha berishinglarni so'raymiz degan.
Xitoy vakillar ömüge yig'inda 2016-2022 yillar orasida qancha bolaning tushiritilganligi va Uyg'ur ayollarining tug'mas qilinganligiga oid sonliq ma'lumot bilan ta'minlashni tilga olmagan. Ammo Uyg'ur ayollarini majburiy tug'mas qilinganligini rad qilib, ayollarning homildorlikdan saqlanish tadbirlarini elish huquqi borligini bildirgan. Ularning ko'rsatishicha, Uyg'ur ayollarining tug'ish nisbatining tövallab ketishi bir xil shaxsiy tanlash ekan. Yig'inda Xitoy Kompartiyasi Markaziy birlik saf bo'limining bir amaldori so'z elib mundaq degan: Mecburi tug'mas qilishga kelsak, bayan bir xizmatdashim butun mamlakatning siyosatini tonishtirib o'tdi. Shinjongmi o'xshashli davlatning ko'rsatmasi bilan shaxsning imkoniyatlarini birlashtirishda ching turib, fuqarolarning homildorlikdan saqlanish tadbirlarini tanlash huquqi bo'lishi, planliq tug'utni qonun bo'yicha ijro qilib, mecburi tug'mas qilishni cheklashda ching turib keldi. Har qaysi millat ommasiga homildorlikning oldini olish tadbiri qo'llanilmadi. Qandaq tadbir oladi, buni shaxsning o'z ixtiyori belgilaydi. Uning ko'rsatishicha, 2017-yildan boshlab Uyg'urlarning tug'ilish nisbatining tövallab ketganligi rost bo'lsa-mu, lekin buning Uyg'ur ayollarining ma'rif saposi va radikallikning tugatilib, ayollarning o'rnining yuqori ko'tarilishi sabab bo'lgan ekan. Xitoyning mazkur birlik saf amaldori Uyg'urlarning nupusining ko'payishining tuvalliganligini e'tirof qilgan bo'lsa-mu, Xitoyning mamlakat saviyasiga, hatto Sharq Turkistonning umumiy nupus taraqqiyotiga solishtirganda yanada yuqori ekanligi. Bu Xitoy iqtisod jamiyatining umumiy yuzlanishi bo'lib, dunyoning nupus taraqqiyot qonuniga uyg'un keladiganligini aytgan. U mundaq degan: Janubiy Shinjong nupusining ko'payish nisbatining tushib ketishini murakkab ijtimoiy omillar keltirib chiqargan. Uning atalmish xohlagancha tutqun va tug'mas qilish bilan munosabati yo'q. Şinjan Cəmiyyət tədqiqatından qaraganda, bunun asaslı səbəbi 2017 yıldan beri Şinjan planlıq tug'ut siyosatini har qaysi millatlarga qattiq ijro qilgan. Bunun yoshlarning to'y qilish qarashi o'zgarib, oliy ma'rif tarbiyasi elishqa va o'zining kasbiy saviyasini o'stirishga texmi qiziqishi, shundaqla radikallikning tugatilib, ayollarning o'rnining o'sishi qatorliq omillar sabab bo'lgan. Yig'inda mutaxassislar yana yaqinqi bir qancha yil ichida nima uchun rayondagi minglagan masjidning chiqilganligini, hatto Xotanning Keriya noyasidagi 800 yillik tarix ega bir masjidning chiqitilganligini, Xotan viloyatlik ma'rif idorasining 2018-yili buyruq tushirib, Uyg'ur tilini cheklaganligiga doir masalalarga tushuncha berishni talab qilgan. BDT mutaxassisi iqtisodiy, ijtimoiy va madaniyat huquqlari komitetining a'zosi Priti Saran xonim mundaq deb so'ragan: Biz sun'iy amra suratlarini o'z ichiga olgan nurg'un Uyg'ur madaniyat obidalarining keng ko'lamli vayron qilinganligiga oid dokladlarni ko'rdik. Bu dokladlarda nurg'un masjid va ibodatxonalarning vayron qilinganligi ko'rsatilmoqda. Xotan viloyatlik ma'rif idorasi ma'rif sohasida Uyg'ur tilini ishlatishni cheklagan. Mening savolim, davlat etnik az-sonliq millatlarning bo'libmi Tibet, Uyg'ur, Tungan, Qozoq, Mo'ng'ullarning madaniyat an'analarini qo'g'dishi va uning ishtirok qilish huquqini to'liq joriy qildirishiga, jumladan o'zining tilini ishlatish va uningda o'zining tarixiy va madaniyatini o'rgatishga qanday kafolatlik qiladi? Priti Saranning aytishicha, Xitoy hukumatining Xitoy ko'chmanlarini milliy avtonom rayonlarga kelib o'ltiraqlashishiga rag'batlantirishi orqasida bu rayonlarning nopus qurilmasida o'zgarish bo'lgan. U Xitoy hukumatining az-sonliq millat rayonlaridagi nopus qurilmasining yaqinqi 5 yillik o'zgarish ahvoliga doir sonliq ma'lumot bilan ta'minlashini talab qildi. Priti Saran yana mundaq deb savol qo'ygan: Etnik az-sonliq millat rayonlarining milliy va madaniyat ahvolida az-sonliq millatlarni majburiy ko'chirish va Xitoy ko'chmanlarini milliy avtonom rayonlarga ko'chib kelib o'ltiraqlashga rag'batlantirish natijasida o'zgarish yasab, yerlik til va madaniyatlarga besim paydo qildi. Mening savolim, bizni az-sonliq millat rayonlarining nopus qurilmasining yaqinqi 5 yillik o'zgarish ahvoliga doir ayrim sonliq ma'lumot bilan ta'minlamsalar, Xitoy vakillar o'miga bu savollarga qarta o'zlarining ko'ni an'anasiga asosan butunlay rad qilish pozitsiyasi tutgan. Xitoy Tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi Wang Wenbin 14 fevral kuni Beijingda o'tkazilgan axborot e'lon qilish yig'inida bu oyning oxirida Xitoyning Yevropa ittifoqi bilan kishilik huquq dialogi olib bordiganligini e'lon qilgan edi. Bu munosabat bilan Dunyo Uyg'ur qurultiyi, Kishilik huquqni kuzatish tashkiloti qatorliq 10 xalqaro tashkilot 16 fevral birlashma murojaatnoma e'lon qilib, Yevropa ittifoqining Xitoy bilan bu qatim o'tkaziladigan kishilik huquq suhbatini to'xtatishni talab qildi. Dunyo Uyg'ur qurultiyining raisi Dolqin Aysa bayonotida mundaq deb ko'rsatdi: Yevropa ittifoqi bilan Xitoy o'rtasidagi kishilik huquq suhbatining kunsiri ahamiyati yo'q bo'lyotdi. Chunki Xitoy taraf har qatimliq suhbatlarda Yevropa ittifoqiga bergan va'dalarining hech biriga amal qilgani yo'q. Mas'uliyatlarini qilchi o'z ustiga olgani yo'q. Buni Yevropa ittifoqi yaxshi biladi. Shon Yevropa ittifoqi Xitoy bilan o'tkazilgan bundaq ahamiyatsiz suhbatni bekor qilishi lozim. Yevropa ittifoqi bilan Xitoy o'rtasidagi kishilik huquq dialogi 2019-yildan boshlab to'xtab qolgan. Chunki Yevropa ittifoqi Sharq Turkistondagi insoniyat qarshi jinoyatlarga chetishlik ba'zi Xitoy amaldorlariga jazo yurgizgandan keyin Xitoy tarafmi Yevropa parlamentining bir qism parlament a'zolari va boshqa shaxslar va o'rinlarga o'chilish xarakterlik embargo yurgizgan. O'tgan yil 12-oyda Yevropa kengashining raisi Michel Xitoyni ziyorat qilganda Xi Jinping Yevropa ittifoqi bilan kishilik huquq suhbatini asliga keltirishga qo'shilgan edi.
Aziz ko'rmanlar, yuqorida diqqatingizga kunlik xabarlar programmamizning tafsilotini sundik. Kelar qatimliq sonimizgacha ko'rishgacha omon bo'lgaysizlar. Stansiyamizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Alloh omonat.